Va shu tillarga ruscha, o'zbekcha, inglizcha va arabcha kiradi. هو يتكلم العربية حقا ورostdan ham arab tilini biladi. Birinchi o'rinni yutib, $100,000 grant sohibiga aylanganmiz. Aslida bu moliyaviy tarafdan olib qarasa universitet uchun zarar, lekin aynan universitetning social life'ida aktiv bo'lib, mana shu zararlarni ham qoplab yuborganmiz. Universitetdagi bir qancha tadbirlarda boshlovchi bo'lgan inson men edim. Men ismim Shirin, IELTS birinchi kurs talabasiman va yaqinda IELTS dan 9 ball qo'lga kiritdim. 2 yil ketma-ket Top Student Scholarship. Va shu paytgacha erishgan yutuqlarimni aytadigan bo'lsam, men Millat umidi universitetida 2 yildan buyon moliya va buxgalteriya bo'limida ishlab kelaman. Assalomu alaykum, men ismim Otabek. Men IT fakultetining 4-kurs talabasiman. Ayni vaqtda 2 yildan ortiq ITda 2 yildan ortiq tajribaga egaman va Karmon AI startapida faoliyat olib boryapman. Biz jamoamiz bilan birga yilda bir marta bo'lib o'tadigan President Tech Award tanlovida birinchi o'rinni yutib, $100,000 grant sohibiga aylanganmiz. Assalomu alaykum. Mening ismim Fyodor, IELTS fakultetining 3-kursi talabasiman va hozirgi paytgacha eng katta men erishgan yutuqlarim 3tasi. Bu birinchidan IELTS sertifikatim, IELTS imtihonidan 8,5 ball olganman. Va ikkinchisi bu o'qishdan tashqaridagi yutug'im. Menda Cambridge va English with Americans o'quv markazlarida ish tajribasi bor. Va uchinchisi, men hozirgi paytgacha 4 tilda muloqot qilishni o'rgandim. Va shu tillarga ruscha, o'zbekcha, inglizcha va arabcha kiradi. هو يتكلم العربية حقا ورostdan ham arab tilini biladi. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Shohjahon. BA fakultetining 4-kurs talabasiman. Shu paytgacha eng erishgan yutuqlarimning kattasi 3 ta bo'lgan. Birinchisi 3-kurs uchun 50% grant yutib olganman. Ikkinchisi 4-kurs uchun 100% grant yutib olganman va oxirgisi Islom Karimov nomidagi stipendiyani yutib oldim. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Farruh Pardayev va men Millat umidi universitetining 4-kurs talabasiman. 2 yil ketma-ket Top Student Scholarship holderaman va hozirgi kunda Foodtech kompaniyasida HR sifatida o'z faoliyatimni olib boryapman. Assalomu alaykum. Men Omirkulova Marg'uba, Accounting and Finance fakultetining 2-kurs talabasiman va ayni paytda ACCA dan 8 ta paperni qo'lga kiritdim. Assalomu alaykum. Ismim Abdulaziz, Millat umidi universiteti Amaliy moliya va buxgalteriya fakulteti 4-kurs talabasiman. Mana shu 4 yil davomida erishgan yutuqlarim haqida gapirar ekanman. Eng birinchisi albatta 4 yil davomida universitet tomonidan berilgan Top Student Scholarship 100%lik ni qo'lga kiritganman. Aslida bu moliyaviy tarafdan olib qarasa universitet uchun zarar, lekin aynan universitetning social life'ida aktiv bo'lib, mana shu zararlarni ham qoplab yuborganmiz. Sababi universitetda tashkil qilingan ambassadorlik loyihalarida, undan tashqari universitetning social life'ida aktiv bo'lib, mana shu grantni olishimga ham mana shu aktivligim juda ham katta yordam bergan. Undan tashqari 4-kursda kursdoshlarim bilan birga jamoa tuzdik hamda Big Four kompaniyalaridan biri hisoblangan Deloitte o'tkazgan Audit Case Competition'da qatnashib, Deloitte'dan job offer oldim. Lekin bu job offerni qabul qildimmi yoki yo'q, buni videoning oxirida bilib olasizlar. Ha aytgancha, yana bir eng katta yutuqlarimdan biri Academic Life hamda Social Life'dan tashqari ACCA sertifikatlarini ham bir qanchasini qo'lga kiritdim. Ismim Aziz Gumarov. IELTS fakulteti 1-kurs talabasiman. Top Students grant sohibiman. Ismim Muhammad Amin, BM fakulteti 4-kurs talabasiman. 2 yildan beri Top Scholarship grantini yutib kelmoqdaman va bu yilgi eng katta yutug'im bu PMI, ya'ni Project Management sertifikati bo'ldi. Assalomu alaykum. Ismim Famila Akmal Nurmatov. Millat umidi universitetida Xalqaro moliya va amaliy buxgalteriya fakultetida 4-kurs bitiruvchi talabasiman. Universitetdagi yutuqlarim haqida gapiradigan bo'lsak, menga juda ham katta yordam berdi social life tarafdan, chunki Millat umidi universiteti introvertdan ekstrovert bo'lishimga juda ham katta turtki bo'ldi. Bundan tashqari yutuqlarimdan gapiradigan bo'lsak, albatta ACCA'ni va ACCA'ni o'qitgan ustozlarimizni bergan bilimlarni juda ham katta ahamiyatga ega, chunki ACCA'da imin ACCA o'qib turib juda ham katta xalqaro kompaniyalarga qabul qilindim. Misol uchun Big Four tarkibiga kiruvchi Deloitte va EY, Ernst & Young katta auditorlik kompaniyalarga qabul qilindim va bu yerda ACCA'ni borligi menga juda ham katta yordam berdi, chunki ACCA'ning borligi uchun bu kompaniyalarda texnik savollar kam berildi va
personality savollari ko'proq berildi. Bundan tashqari ACCA borligi uchun O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligiga qabul qilindim. Buni qo'shimchasiga va hozirda EY kompaniyasida, xalqaro audit kompaniyasida Audit Datas komandasida auditor stajyor bo'lib ishlayapman. Assalomu alaykum. Ismim Mir Fozil Afzalov. ELT fakulteti Millat umidi universiteti talabasiman. Hozirgi paytgacha 2-kursi 100% grant, 3-kursi esa 50% grant sohibiman. International School o'quv markazida ingliz tili fanidan dars beraman. O'qish bilan ishni olib borish biroz murakkab bo'lishi mumkin, ammo baholi qudrat qo'limizdan kelgani qadar harakat qilmoqdamiz. Ismim Muxlisa, Millat umidi universiteti 4-bosqich talabasiman. Business management fakultetida o'qiyman. Hozirda Aqua kompaniyasida PR va kommunikatsiyalar bo'limida stajyor bo'lib ishlayapman. Undan tashqari o'tgan yili YPIP dasturining finalisti bo'ldim va PMI Project Management Ready sertifikatini ham qo'lga kiritdim. Undan tashqari shu hamma imkoniyatlarni do'stlarim bilan va yaqinlarim bilan doim bo'lishishni yaxshi ko'raman. Hammaga assalomu alaykum. Men Suhratbek Abdurashidov, Millat umidi universitetining Accounting and Finance 4-kurs talabasiman. Hayotimdagi oxirgi 4 yil men uchun nafaqat universitet, balki hayotimda juda katta transformatsiya bo'ldi. Millat umidi universitetida men ham social tarafdan, ham akademik tarafdan juda aktiv bo'ldim deb ayta olaman va juda katta o'sishlarga erishdim. Shu 4 yil davomida men sohamizga oid bo'lgan nafaqat milliy sertifikatlarni qo'lga kiritdim, balki xalqaro darajadagi malakalash sertifikati ACCA sertifikatlarining 9tasidan 8tasini muvaffaqiyatli qo'lga kiritdim. Undan tashqari universitetimizning social life'ida juda aktiv bo'ldim deb ayta olaman. O'zimga ma'lum bo'lmagan bir qancha talantlarimni ochdim deb olaman. Universitetdagi bir qancha tadbirlarda boshlovchi bo'lgan inson men edim. Undan tashqari universitetimiz tomonidan o'tkazilgan Millat umidi universiteti hamda UMY, Indoneziyaning UMY universitetlari o'rtasida o'tkazilgan xalqaro almashinuv dasturida aktiv qatnashib keldim. Shu 6 oy davomida biz Indoneziyaning madaniyatini, ularning fanga qanaqa yondashishini, bir o'rtasidagi munosabatlarni o'rgandik va dunyo qarashimizni kengaytirish uchun juda katta imkoniyat bo'ldi deb ayta olaman. Shuningdek, universitetimiz bizni qo'llab-quvvatlashi natijasida biz nafaqat akademik tarafdan yutuqlarga erishdik, balki karyeramizni qurish uchun ham universitet bizga bir qancha imkoniyatlarni taqdim etdi. Misol uchun, sohamizga oid bo'lgan barcha moliyachilar ishlashni orzu qiladigan dunyodagi eng katta moliyaviy to'rtlik kompaniyalaridan, ya'ni Big Fourdan 2ta kompaniyasidan job offerni qo'lga kiritdim. O'zbekiston Respublikasida o'tkazilgan universitetlar aro musobaqada KPMG tomonidan o'tkazilganda biz aktiv qatnashib, barcha universitetlar orasida yuqori faxrli o'rinlarni qo'lga kiritib, job offerni qo'lga kiritdik. Undan tashqari Deloitte tomonidan o'tkazilgan Audit Case Competition'da bo'lsa, Millat umidi universiteti jamoasida bo'lib, barcha universitetlar orasida 2-o'rinni qo'lga kiritdik hamda to'g'ridan-to'g'ri job offerni qo'lga kiritdik. Va tez orada biz Deloitte kompaniyasida auditor sifatida ish faoliyatimizni boshlaymiz. Hello, Master kuzatuvchilar desam Hazil. Men ismim Durdona, Millat umidi universiteti Biznes boshqaruv fakulteti 4-kurs talabasiman va hozirgi kungacha 2 marta top student granti sohibi bo'lganman. Yutuqlarimga keladigan bo'lsak, eng kattasi bu universitet asoschisi Umidjon Muhammadovning shogirdlaridan biri bo'lganim va undan tashqari 1-kursdan to hozirgi 4-kursga qadar universitetda Master loyihasini asoschisi sifatida ishlaganim. Ushbu loyiha orqali meni ko'pchilik taniydi va talabalarga va o'z ustimda ishlashimga ham ushbu loyiha katta yordam bergan. Assalomu alaykum. Men Tojiyev Suhrob, hozirda Millat umidi universitetida ta'lim olaman. Universitetimizda 4 yil mobaynida top student grantini bir necha marta qo'lga kiritdim va undan tashqari va asosiysi ACCA sertifikatlarini 6tasini qo'lga kiritdim va shu sababli ko'plab xalqaro kompaniyalardan ish taklifini qo'lga kiritdim. Assalomu alaykum. Men ismim Shirin, ELT 1-kurs talabasiman va yaqinda IELTS dan 9 ball qo'lga kiritdim. Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Birohim Objonov, Millat umidi universiteti Accounting Finance fakulteti 4-kurs talabasiman. Men shu paytgacha xalqaro ACCA sertifikatini 9tasini muvaffaqiyatli qo'lga kiritdim. Bundan tashqari, respublika miqyosida bo'lib o'tgan tanlovda Big Four, ya'ni KPMG korxonasidan ish taklifini qo'lga kiritdim va shu paytgacha erishgan yutuqlarimni aytadigan bo'lsam, men Millat umidi universitetida
2 yildan buyon moliya va buxgalteriya bo'limida ishlab kelaman. Ismim Shahlo, Business Management fakulteti 4-kurs talabasiman. 3 yildan beri Top Student Scholarship egasiman va Indoneziyaga bo'lgan exchange program qatnashuvchilaridan biriman. Bo'sh vaqtlarimda ekstremal sayohatlar qilishni va fotografiya bilan shug'ullanishni yoqtiraman. Mana shu videoni tomosha qilib turgan barchaga murojaatim, harakatingizni boshlash uchun eng kech vaqt bugun. Bugun biz siz va siz kabi harakat qilayotganlar hamda o'zini izlayotganlarni bir joyda to'plamoqchimiz. Millat umidi universitetida. Yuqoridagi savolga javob kutayotganmidinglar? Men hozir O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligida faoliyat yurityapman. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiring. Xayr.